Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, birinchi salomim sizga. Alaykum. Xudoning uzoq bo'lsin, Xudoning bo'lsin. Keyin viloyat hokimlariga, vazirlarga, mahallalar hammasiga Xudoga shukr. Hurmatli Prezidentimiz, Tanigonni sog' bo'lsin, Xudoning uzoq bo'lsin. Endi mana bu murojaatim shu. Birinchi sizga xalqim agar yordam qilsalaring, xalq yordam qilsa shu mana sharoitim. Bu hojatxona. Mana bu uyim. Bu to'g'ri bergan. Mana bu uyimni shundan o'tibman. Hurmatli xalqim, mana shu sharoitda yashayapman. Menga yordam qilinglar. Yuragimda mazasi yo'q. Balisadan yaqinga chiqdim. Keyin yotib chiqdim. Mana yangi balisamga haqiqatan qaradim. Rahmat. 16 kun balisa Toshkentga yotib keldim. Yuragimda mazasi yo'q. 5 oy bo'ldi xotinim oromdan o'tdi. Balarim 2 o'g'lim bor, Rossiya mamlakatiga yuribdi. Menga shu xalqim, birinchi prezidentim, xalqim yordam qilinglar menga shu uyimda tiklab olishimga. Mana shu vayronaga yotibman. Mana bu uyga yotaman. Yerlerim uçup tutsam, pulum yok, tuvaletke pul koysam. Doğrusu bana şu uyumuna uygun yotamam. Hani soğuk suda, şimdi taharet kılamam, doğru sıvırlarım yok. Soğukunda pul yok, ben sakasam. Bana şu şaroitke yaşayamam, bana karaylar. Şu şaroitke yaşayamam. Hurmatli Prezidentimiz, hurmatli xalqimiz, yordam qilinglar, qo'llaringizdan kelsa. Alloh yo'liga. Endi mana shu musibatga tushib qoldim, bu Allohning ishi. Mana shu yerga yotaman, yerga yotaman, to'xtam nima qildim. Mana bu yerda oshxonalarim bor, hammasi buzilib ketgan mana. Mana bu oshxona. Doğruman kucak koyacağım, ölümle barıp açıp gözümde nima qilsa. Endi yordam qilinglar menga, Alloh yo'liga. Xalqim, sizlarga umrlaring, farzandlaringga umrlari uzoq bo'lsin. Nima qilaman, 5 oy bo'ldi. Xotinim o'tganidan menga azob qildi. Menga yordam qilinglar. Xalqim, yakalik Allohga xos. Avvalo Alloh qo'rqmasin bandan. Shunga chidolmayman. Menga yordam qilsalaring Allohdan qo'rqsin. Shu uyimda ta'mirlab beringlar, sizga bo'ldim mayli. Qo'limni bir amallaymiz. Uyimni ta'mirlab bersalaring bo'ldi. Yomg'ir yog'sa, ertagacha men uxlamay chiqaman. Shu uyim ag'nab ketadi deb. Shuning uchun menga yordam qilinglar. Yakalik Allohga xolis ekanman. Mayli, rahmat. Bu gaplarim shuni
podshohimizga, jamiat xalqimizga, ikki viloyat O'zbekistonga yetib borsin. Hammalaringiz manaflaringizni Allohdan qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yordam qilinglar.